chiqyapti-da. Doktor aytayapti, bo'lishi mumkin emas deyapti. Revmatizm yo'q bo'lib ketmaydi deyapti-da. Yana boryapmiz, boshqa joyga yubordi, unisini ham topshirib kelyapmiz. U yoqda ham yaxshi natija, hech qanaqa revmatizm kasalligi yo'q. Hozirda lekin Allohga shukr, umuman oyoqim og'rimaydi. Qanaqadir menga mo'jizali tarafi shunda. Keyin menda mioma kasalligi bo'lgan. Nima uchunki, men ikkita farzandimni qabrga qo'yganman, ham qizimni, ham o'g'limni. Shuning uchun juda ko'p stress, o'ylov bo'lib, ayolda bachadoniga zarar bo'lar ekanda, birinchi navbatda. Katta mioma tugullari bo'lgan. O'sha tugullarim bilan hamma yoqqa professorlarga, uzilarga borganmiz. U uzilarda borib Turkiyaga operatsiya qildirish kerak, Toshkentga operatsiya qildirish kerak degan. Lekin men yana tug'ishim kerak, shuning uchun umuman operatsiyaga ko'nmaganman, xohlamaganman operatsiyani. Ana shu mahsulot, men buni oddiygina shu revmatizm uchun ichganman yoki ko'zim uchun ichganman, lekin ham menstruatsiya siklim to'g'rilagan, ham eng asosiysi miomam hozir, balki sizlar yolg'on deb o'ylarsizlar, mioma tugul umuman yo'q. Menda tug'uvchi mioma bo'lgan. O'suvchi, men erkak emas, ayoli ko'payadigan mioma. Lekin